Bir kunda uylaringlarni chinni-chiroqli qilib tozalab olishni xohlaysizlarmi? Sizlarga bugun hozir yo'lni o'rgataman. Instagramga kirib, Uborka Tashkent o'z profiliga kirasizlar va u yerdan o'zingizlarga kerakli bo'lgan bitta, ikkita, uchta, to'rtta yordamchini shunday zaявka qilib chaqirib olasizlar. Men o'zimga to'rtta qiz chaqirdim. Bularning eng yoqqan tarafligisi, kelishligisi bilan karavotdagi matraslarni ko'tarib, degin tozalashdan boshlashar ekan. O'zi biz ayollarning kunimiz Uborka bilan o'tib ketadi, lekin har doim ham mana shu matraslarni ko'tarib, karavotlarni surib, shkaflarni surib artishga kuchimiz yetmay qoladi. Bir oyda bir marta shunaqa generalniy uborka qilib turilsa, xona ham, uy ham nafas oladi. Qizlarni chaqqonligini aytmasam ham bo'ladi. Shkaflarni ichi bilan shunaqa tozalashda orada даже qishki yozgi kiyimlarimni ham ajratib oldim. Hattoki konteyner ichidagi bunaqa setkalarni ham olib, o'zligisi shunaqa yuvib tozalab qo'yishadi. Bu ayollarning ichidagi g'ayratini, kuchligisini qaranglar, shkaflarni, divanlarni bir pasda surib, xonani o'zgartirib ham tashlashdi. Shunaqa ora-orada xonadagi mebelni u yoqqa surib, xona o'zgartirib turadigan odatdan bor. Sizlarda ham shunaqa odatinglar bormi? Bir pasda tushli vaqti ham bo'pti. O'rtada maza qilib, mazali taomlarni yeb oldik. Yana ishlarimizni davom ettirdik. To'rttala qiz to'rtta tarafga o'tib olib ishligisini davom ettirishdi.